Moskva hamda Moskva viloyatidagi va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik tajribaga ega ishonchli hujjat xizmatlarini tavsiya qilamiz. Ro'yxatdan o'tkazish va uni uzaytirish, turli xil ma'lumotnomalar, bazalar bo'yicha tekshiruv xizmatlari mavjud. Muhim eslatma. Amina ilovasi to'liq ishlamayotgani sababli ro'yxatdan o'ta olmaganlar ushbu xizmatdan foydalanishlari mumkin. Hozirning o'zida ekrandagi raqamga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram, Imo va WhatsApp orqali yozing. Videoni ko'rishdan oldin shu UziBlog TV kanaliga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Rahmat. Men jannatga tushishim kerak deb o'ylayman, dedi Donald Tramp. Men jannat uchun mukammal nomzod emasman, ammo mukammal odam bo'lishga loyiq juda ko'p yaxshi ishlarni qildim, deya qo'shimcha qildi Amerika rahbari. Venesuelada AQShdan boshqa hech kimda yo'q darajada ko'p neft bor. Biz birgalikda dunyodagi neft zaxirasining 68% ga egamiz, dedi Donald Tramp. Donald Trampning boshqa bayonotlari: Ukraina va Rossiya urushga barham berishga juda yaqin. Ular deyarli bunga erishdilar. Eron biz bilan muzokara olib bormoqda, chunki ular o'zlariga zarba berishimizni xohlamaydi. Tramp Pokiston va Hindiston, Eron va Isroil hamda Rossiya va Ukraina o'rtasida butun dunyo bo'ylab yadroviy urushlar boshlanishining oldini olganini aytdi. Agar boshqa davlatlar ham Rossiya bosib olgan bizning hududlarimizni Rossiya hududi deb tan olsa, bu hech narsani o'zgartirmaydi. Bu bizning yerimiz, dedi Vladimir Zelenskiy. Avvalroq Rossiya tinchlik shartnomasi uchun yangi shart paydo bo'lgani haqida xabar qilingan edi. Unga ko'ra, Rossiya nafaqat Donbassni olishni, balki muzokara olib borayotgan barcha davlatlar tomonidan uni Rossiya hududi deb tan olishni ham talab qilgan. Epsteinning fayllar nashr etilishi G'arbning bolalarga qanday munosabatda bo'lishini ko'rsatadi, dedi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Mariya Zaxarova. Moliyachi Jeffrey Epstein ishi bo'yicha nashr etilgan fayllar G'arb elitasining bolalarga qanday munosabatda bo'lishini ochib beradi. Epstein ishi bo'yicha materiallarni ko'ngil aynishsiz o'rganishning iloji yo'q, dedi Mariya Zaxarova. Agar Eron yadro quroliga ega bo'lsa, bilasizmi, ertasi kuni kimda yadro quroli paydo bo'ladi? Saudiya Arabistoni. Shundan keyin esa Fors ko'rfazidagi yana boshqa biror davlatda paydo bo'ladi, dedi AQSh vitse-prezidenti J.D. Vance. Shundan so'ng yadro qurolining global miqyosda tarqalishi boshlanadi. Dunyodagi xavfsizlikka katta tahdid bu juda ko'p davlatlar yadro quroliga ega bo'lishidir. Shu sababli Donald Tramp Eron yadro quroliga ega bo'lmasligini, AQShning Xitoy, Rossiya va boshqa istalgan davlat bilan hamkorlik qilib, dunyoda mavjud yadro qurollarini sonini kamaytirishga harakat qilishini ta'kidlab kelmoqda. Menimcha, tinchlik va barqarorlik yo'lida qilinadigan eng muhim ish aynan shu bo'ladi. Agar Rossiya yoki Xitoy Grenlandiyani nazorat qilganida, AQShning butun raketaga qarshi mudofaa tizimi ishlamay qolar edi. Agar xorijiy kuch Grenlandiyani nazorat qilganida, biz o'zimizni himoya qila olmaymiz. Aytgancha, Xitoy ham, Rossiya ham allaqachon Grenlandiyani nazorat qilishga qiziqish bildirgan, dedi J.D. Vance. Agar urushda yutqazsak, Rossiyaning bir qismiga aylanamiz, dedi Zelenskiy. Biroq Ukraina rahbari bu sodir bo'lmasligiga ishonch bildirdi. Agar biz bu urushda yutqazsak, shunchaki mamlakatimiz mustaqilligini yo'qotamiz. Biz uni hozirgacha saqlab qolishga muvaffaq bo'ldik. Agar biz mustaqilligimizni yo'qotsak, Rossiyaning bir qismiga aylansak, bu mutlaqo dahshatli yo'qotish bo'ladi, dedi Ukraina rahbari. Zelenskiy shuningdek, Donbassni egallash uchun ruslar yana 800 ming jasadni qurbon qilishlari kerakligini aytdi. Ushbu urush boshlanganidan beri ruslar birorta ham g'alabaga erisha olmadi, deya qo'shimcha qildi Ukraina rahbari. Sharqiy Ukrainani egallash uchun ularga yana 800 mingta jasad, ya'ni askarlarning jasadlari kerak bo'ladi. Ularga kamida 2 yil kerak bo'ladi. Bu juda sekin rivojlanadi. Menimcha, ular uzoq davom etmaydi, dedi Ukraina rahbari. Putin Trampdan qo'rqadi, lekin yevropaliklardan emas, dedi Zelenskiy. Donald Tramp Rossiyaga iqtisodiyot, sanksiyalar va qurol savdosi orqali ta'sir ko'rsatish imkoniyatiga ega ekanligini biladi, dedi Ukraina rahbari. Putin Trampdan qo'rqadi, aksincha emas. Agar Tramp Putin undan qo'rqishini bilsa, u Rossiya rahbari qo'ygan barcha shartlarni qabul qila olmaydi. Jurnalistning bu Putin yevropaliklardan qo'rqmasligini anglatadimi degan savoliga Zelenskiy ijobiy javob berdi.
Biz Yevropaliklardan minnatdormiz. Ular bizning sheriklarimiz va ular bizga ko'p yordam berishdi. Ammo afsuski, Putin ulardan qo'rqmaydi, dedi Ukraina rahbari. Ukraina hududlarini topshirish xiyonatdir. Buni o'ylagan har bir kishi javobgarlikka tortiladi, dedi ukrainalik deputat Kostenko. AQSh Tayvanga qurol sotishda ehtiyotkorlik bilan yondashish kerak, dedi Xitoy rahbari Si Zinpin. Tayvan masalasi Xitoy-AQSh munosabatlaridagi eng muhim omil hisoblanadi, deb qo'shimcha qildi u. Latviya hamda Estoniya Yevropa ittifoqini Rossiya bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni boshlashga chaqirib, maxsus elchi tayinlashni taklif qildi. Euronews bu haqida Latviya bosh vaziri ma'lum qildi. Bir necha yil oldin biz gaplashmaydigan holatda edik. Endi esa bir stol atrofida emasligimizdan xavotirdamiz, dedi Estoniya rahbari. Tramp Eron bilan bog'liq vaziyatda boshqa variant qolmasagina harbiy kuch ishlatishni qo'llaydi, dedi J.D. Vance. Prezident barcha variantlarni ko'rib chiqadi. Tramp hamma bilan gaplashadi. U hammasini diplomatik yo'l bilan hal qilishga harakat qiladi. Agar Tramp harbiy harakatlarni yagona yechim deb hisoblasa, u bu variantdan foydalanadi, dedi J.D. Vance. AQSh Rossiyaga qarshi yangi sanksiyalar paketini tayyorlab qo'ygan. Biroq hozircha ularni joriy etmayapti. Bloomberg nashrga anonimlik sharti bilan izoh bergan manbalarning aytishicha, Washington Moskvaga qarshi qo'shimcha sanksiyalarni tayyorlab qo'ygan. Ammo hozircha bu cheklovlar qabul qilinishi kutilayotgan haqida aniq belgilar yo'q. O'tgan yilning dekabr oyi o'rtalarida Bloomberg vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib, AQSh Rossiya va Ukraina o'rtasidagi tinchlik kelishuvi muvaffaqiyatsiz yakunlangan taqdirda joriy etilishi mumkin bo'lgan yangi sanksiyalarni tayyorlayotgani haqida yozgan edi. Unga ko'ra variantlar orasida Rossiya neftini tashiyotgan tankerlarning Soya flot kemalarini ta'qib qilish, shuningdek, bunday amaliyotlarga ko'maklashayotgan treyderlarga qarshi choralar ko'rish ham bor.